qisqacha bakallar to'g'risida informatsiya berib ketaman. Ko'p holatlarda bizda ofitsiantlar bakalni bundoq qilib olib kelib beradi. Aslida bu noto'g'ri. Har doim tagidan ushlash kerak bo'ladi. Keyin ichganda ham, ya'ni mijoz sifatida aytadigan bo'lsak, mehmonlarga ham, ularga ham tavsiya ham tepadan ushamagan yaxshi. Birinchidan noqulay, ikkinchidan qo'l izlari qolib ketadi va o'ziga ham g'ashi kelishi mumkin. Shu holatlarda pastroqdan ushlagan yaxshiroq bo'ladi. Mana bu bakallarda imkon qadar juda ham bir e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Ko'plar bunaqa ushlashi mumkin. Yo'q, bunaqa ushalmaydi. Kimdirlar mana bunaqa ushlashi mumkin. Bu ham noto'g'ri bo'ladi. Bu holatlarda biza mana shu holatda ushlaganimiz yaxshi. Aynan mehmonlarga kim foydalanadigan bo'lsa, ularga mana shu ko'rinishda juda ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa ayollarga uzuvlarda har xil bir chiroyli bir taqinchoqlarda bo'lsa, juda ham chiroyli ko'rinadi. Endi agar ofitsiantlarga tavsiya qiladigan bo'lsam, imkon qadar qo'l izlari, barmoq izlari tushmasligi uchun hech qaysi bir joyida shaxsan o'zimga tavsiya. Mana shu holatda ushlagan yaxshi. Agar bir suvni nimadir quyib beraman desa ham, mana shu holatda quyib bersa ham juda ham chiroyli bo'ladi. Barmoq izlari tushmaydi va eng asosiysi juda qulay, mahkam turgan bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa, sizlardan like. Salomat bo'lasiz.